Türkiye'de 4 farzandi bilan yaşayotgan Ilnur Sodiq xonim Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, Xitoy tarafidan turmaga qamalgan yo'ldoshi haqida ma'lumot berdi. Onun bildirishicha, Urumchi Tangnuri xalqaro savdo shirkatining qurg'uvchisi bo'lgan yo'ldoshi Muhammad Imin Abdulla 2017-yil oktyabrda sababsiz tutqun qilinib, yig'ilish lageriga qamalgan. Keyincha 2018-yilning o'ttirlarida 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, navbatda Urumchidagi bir turmada tutib turilmoqda. Ilnur xonim yo'ldoshining jazolanishiga uning savdosi sababli ko'p qitim chet elga chiqishi bo'libmi Turkiyada yashayotgan oilasiga pul avatishining bahona qilinganligi bildirildi. Shuning bilan birga, u yana yo'ldoshidan boshqa Xotanda yashaydigan 4 tog'asining yig'ilish lageriga qamalganligini bildirdi va Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka silishiga qarta xalqaro jamiyatning keskin inkos qaytarishini talab qildi. Avstraliya strategik tadqiqot o'rni tarafidan 2 hafta burun e'lon qilingan dokladda oz deganda 27 Xitoy shirkatining Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chetishlik ekanligi va bu shirkatlarning dunyodagi dongli markalarni mol bilan ta'minlaydiganligi o'ttirg'i qo'yilgan edi. Bu haqda Amerikadagi eng nufuzli oliy maktablardan Yale universitetining o'quvchilari Richard Altieri bilan Benjamin Rukka 20 mart Amerika Diplomatiya jurnalida maqola e'lon qilib, Amerika hukumatining bu masalada qonuniy va axloqiy majburiyati borligini o'ttirg'i qo'ydi. Maqolada Amerika shirkatlarining Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish ahvolini tekshiradigan vaqti kelganligini ta'kidlash bilan birga, Amerika Tambojna va chegara boshqarish idorasi boshchiligida Amerika shirkatlarining bu masalani hal qilish uchun mahsulot ta'minlash zanjirini tekshirishning majburiy qilinishi va barliq shirkatlardan mol ta'minlovchi zavodlarni tekshirish talab qilinishi kerakligini bildirdi. Amerika Davlat Majlisida Wuhan'da o'tirg'i chiqqan yangi tipli Xitoy virusi yuqumining Xitoy doiralari tarafidan yoshirilganligi haqida qarashlarning tekshirilishi talab qilingan bir loyiha sunildi. Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Ali Stefanik tarafidan sunilgan loyihada Xitoyning Wuhan virusiga tutgan yetarsiz va shubhalik pozitsiyasi tanqid qilindi. Loyihada Xitoyning yuqum ahvolini yoshirishning xalqaro jamiyatga bo'lgan ziynini tekshirish talab qilingan bo'lib, vabo ta'siriga uchirganlar uchun Xitoydan to'lam elishga kapolatli qiladigan bir mexanizm o'rnatishga chaqiriq qilingan. Bu haqda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan Xovli Xitoy Kompartiyasining vabo haqida tunji kundan boshlab dunyoga qasddan yolg'on aytganligini bildirdi. U mundaq dedi: Xitoy doiralari 12 oyning 5-ida bu virusni to'nib yetgan, lekin tajribaxonlarga avrishkilarni yo'qotishni buyurgan va doktorlarni sukut qilishga majburlagan. Vabo sababli dunyo uchirgan ziyonga Xitoy mas'ul bo'lish kerakligini bildirgan Avam Palata a'zosi Stefanik Xitoyning virusning keng doiralik va ajallik ta'sirini yoshirish qarori yuzlagan Amerikalikni o'z ichiga olgan necha minglagan kishining o'limiga sabab bo'ldi. Oddiy qilib aytsak, bu loyiha Xitoyning mas'uliyatini surishtirish chaqirig'idir dedi. İran Tashqi ishlar ministri Muhammad Zarif bilan Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrov telefonda ko'rishdi. İran Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, ikki taraf Amerikaning Ironga qaratgan embargolari, Tehron doiralarining yangi tipli Xitoy virusiga qarshi kurashi va Afg'onistondagi siyosiy taraqqiyotlarni muzokara qilgan. İki ministri yana Amerikaning Iron va boshqa davlatlarga qaratgan embargolar haqida fikr almashtirgan. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Lavrovning Rossiya Amerikadan Ironga qaratgan embargolarini tadrijiy amaldan qoldirishini talab qiladi. Embargolar Ironning Xitoy virusiga qarshi kurashiga to'sqinlik qiladi deganligi bildirildi. Dünya miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 410 mingdan oshdi. O'lganlar soni 18295 bo'lib, saqaygan bemor soni 107 mingga chiqdi. Turkiyada hozirgacha Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchi soni 1872 ga, o'lganlar soni 44 ga yetdi. O'lim vaqasi eng ko'p bo'lgan Italiyada bir kun ichida 743 kishi o'lib, jami son 5682 ga yetdi.
İspaniyada o'tgan 24 soat ichida 514 kishi o'lib, virusdan o'lgan jami kishi soni 2696 bo'ldi. Yangi yuqumlanuvchilar 6584 nafar bo'lib, jami yuqumlanuvchi soni 39673 ga yetdi. Amerikada bo'lsa diagnoz qo'yilgan kishi soni 46481 ga, o'lganlar soni 593 ga yetdi. Shuning bilan birga Yevropada jami 26 nafar turk Xitoy virusi sababli hayotidan ayrildi. Ulardan 6'sının Gollandiyada, 12 nafarining Fransiyada, 3 nafarining Belgiyada, 3 nafarining Germaniyada, 1 nafarining Angliyada va 1 nafarining Avstriyada yashaydiganligi o'ttirg'i chiqdi.